Assalomu alaykum do'stlar. Men Kinomanman va bu Howl filmi. Poyezd avariyasidan so'ng o'rmon ichida qolib ketgan yo'lovchilar dahshatli maxluqlarning qurshovida qolishdi. Tanishing, bu Jo Griffin. U ham menga o'xshab yoqtirmagan ishiga yo'l olmoqda. Ishga kelgan yigit uning lavozimini ko'tarishlarini so'rab yozgan iltimosnomasini rad qilganliklarini ko'rib, yengil aytganda xafa bo'ladi. Jo'nab ketish vaqtlarini e'lon qilgan Jo yo'lovchilarning chiptalarini tekshirishni boshlaydi va yoqtirgan qizi Ellenni ko'rishi bilan yosh boladay oqishni boshlaydi. Jo unga ishdan keyin kofecha ichishni taklif qiladi, biroq qiz tonggi smenada ham ishlashga majbur edi. Boshliqlardan ham, yoqtirgan qizidan ham rad javobini olib, ko'ngli xijil bo'lgan Jo oyna oldida o'tirib, dardlarini yomg'irga aytadi. To'satdan poyezd yo'lida nimagadir urilib ketib, qoq o'rmon o'rtasida to'xtab qoladi. Yo'lovchilardan biri Ellenga yordam berayotganligini ko'rgan Jo unga yo'qotib qo'ygan kalitlarni topib beradi. Ayni damda mashinist nimaga urilib ketganliklarini ko'rgani chiqadi. Jo esa yo'lovchilarni tinchlantirish bilan ovora bo'ladi va sodir bo'lgan hodisa uchun ulardan uzr so'raydi. Mashinist daydi kiyikni urib ketganliklarini ko'radi va uni olib tashlamoqchi bo'lganida qandaydir shovqinni eshitib qoladi va shu onda maxluqqa yem bo'ladi. Mashinistni tekshirishga kirgan Jo uning joyida emasligini ko'radi va Ellenni yo'lovchilarga qarab turishga jo'natadi. Mashinist tashqarida ham yo'qligini ko'rgan Jo har ehtimolga qarshi eshiklarni yopib qo'yadi, biroq ularni nimadir kuzatayotganligini sezmaydi. Stansiya bilan aloqaga chiqishgach, yordamchi guruh yo'llardagi nosozlik sabab uzog'i 4 soatlarda yetib kelishini bilib olishadi. Buni eshitgan yo'lovchilar yetmaganiga mashinistlarning ham g'oyib bo'lganligini bilishgach, gangirab qolishadi. Jo va Ellenlar odamlarni tinchlantirishga urinishayotganda, Adrian keyingi stansiyagacha piyoda borishni taklif qiladi. Biroq Jo poyezdda qolib, yordam kelishini kutishlari kerakligini ta'kidlaydi. Ammo ko'pchilikka kuchi yetmaydi va poyezd eshiklarini ochishga majbur bo'ladi. Tashqariga chiqqan yo'lovchilar tez orada maxluqqa yem bo'lishlarini xayollarga ham keltirishmasdi. Tun borgan sari quyuqlashar, yo'lovchilar yo'l yurishsa ham mo'l yurishardi. Yonar ko'zli maxluq esa kechki ovqati baroridan kelganligidan xursand edi. To'satdan o'rmondagi butalar harakatga keladi va Jenny buning mashinist bo'lishi mumkinligini aytgach, Jo miq etmasliklarini buyurib tekshirib kelishga jo'naydi. Eli ham uning ortidan boradi va mashinistning g'ajib tashlanganligini ko'rishadi. Tezda hammani ogohlantirgan hamkasblar barchani poyezdga qaytarib ketishadi. Samoda to'lin oy ko'rinishi bilan bo'ri uvillashi eshitiladi va yo'lovchilar poyezdga chiqisharkan, Jennyning oyog'i eshikka tiqilib qoladi va maxluq uni shart ushlab tuzsiz paqqos tushiradi. Kampirning oyog'idan qon fontan bo'lib otilar, qolganlar esa nima qilishni bilmay garang turishardi. Jo tezda poyezd eshigini qulflashga kirishadi va shu onda nimadir poyezdni ag'darib yuboray deydi. Qo'rqqanlardan g'ing deya olmagan qolgan yo'lovchilar bo'ridan ham dahshatliroq nimagadir duch kelganliklarini tushunishadi. Jo maxluq ketganligini aytgach, biroz yengil tortishadi. Ellen esa yordam so'rab qo'ng'iroq qilishlari kerakligini ta'kidlaydi. Go'shakni olgan Jo yordam guruhiga qo'ng'iroq qiladi, biroq Yusel har doimgidek parod qiladi. Uning ortidan kelgan yo'lovchilardan biri Billy. Yaxshisi poyezdni yurgizganliklari ma'qulligini aytadi, ammo Jo uni qanday boshqarishni bilmasdi. Baxtiga Billy buni qanday qilishni bilardi. Biroq poyezdning yoqilg'isi avariya vaqtida oqib ketgan ekan. Qolganlar oldiga chiqishgach, holatni muhokama qilishadi. Jo ularda yordam kutishdan boshqa iloj yo'qligini ta'kidlaydi, ammo kampiridan xavotirlanayotgan qariya unga tibbiy yordam kerakligini aytadi. Yo'lovchilar ularga hujum qilgan hayvonning nimaligini muhokama qilib zakovatni boshlab yorishadi va kampir uning odamga o'xshash ekanligini ma'lum qiladi. Qolganlar unga ishonishmaydi, biroq u buning hayvon bo'lmaganligini ta'kidlaydi. To'satdan qattiq shovqin chiqadi va Jo o't o'chirgichni olib tovush chiqayotgan tomonga yo'l oladi. Uning ortidan Billy va Adrianlar ham ergashishadi. Sekin-asta shovqin chiqayotgan joyga kelisharkan, shart hojatxona eshigini ochishadi va qo'rqqanidan hali ham chiqishdan to'xtamayotgan Paulga duch kelishadi. Uni ham qolganlar oldiga olib kelishadi va bir necha soat chorasizlikda vaqt o'tkazishadi. Ko'p o'tmasdan maxluq qaytib kelib poyezdga kirishga urinadi. Yo'q joydan Ninaning telefonida aloqa paydo bo'ladi va bu onasi ekanligini bilgan qiz undan yordam so'rashni boshlaydi. Biroq yomon aloqa sabab onasi nima deyotganligini tushunmaydi va Ket bor kuchi bilan uni olib qolishga urinadi, biroq maxluq bunga imkon bermasdan bechara qizni nimtalab tashlaydi.
Yo'lovchilar keyingi vagonga kirib olishadi va Adrian eshikni kamari bilan tambalaydi. Holat borgan sari yomonlasha boshlagandi. Qariya tashqaridagi maxluqqa qiyinchilik tug'dirishni taklif qiladi va Jodan poyezdda qandaydir uskunalar bor yoki yo'qligini so'raydi. Biroz izlanishlardan so'ng barcha tish tirnog'igacha qurollanadi. Vagonni boshidan oxirigacha tambalab chiqishgach, maxluqning qaytmasligiga umid qilishadi. Keyt va Ellenlar kampirga qarab turishga yordam berishadi. Qariya suvga ketganida kampir Keytdan bolalar haqida so'rab qoladi va dildan suhbat vaqtida kampirning kampirligi tutib qoladi. Adrian maxluqning qaytishiga ishonardi. Jo esa uning to'ygan bo'lishi mumkinligini aytadi, ammo Adrian ovqatdan so'ng gazak yaxshi ketishini ta'kidlaydi va tirik qolish uchun kuchsiz yo'lovchilardan foydalanishni taklif qiladi. Ayni damda qon qusishni boshlagan kampirning tishlari ham to'kilib tushadi. Yo'lovchilardan biri g'oyib bo'lganligini sezgan Jo uni topishga jo'naydi. Hali ham chiqishdan to'xtay olmagan Paul hojatxona eshigini ocha olmay qoladi va Jo ko'rganlaridan vahuyi. U sezdirmasdan sekingina qolganlar oldiga qaytishga urinadi, biroq Adrian eshikni tambalab tashlagan edi. Yetmaganiga poyezddan qochib chiqishga urinadi. Ammo kalitlar faqat Joda borligini eslab qolgach, maxluq uni ham o'ldirishga ulgurmasdan oldin uni qutqarib olishadi. Bir amallab eshikni barrikada qilishadi, biroq maxluq uchun bu chipuxa edi. U go'shti shirin Joni endi g'ajimoqchi bo'lganida Ellen unga o'tkir narsa bilan zarba beradi. Jo ham qolishmasdan unga lom tiqadi. Jon kirgan yo'lovchilar imkonni boy bermasdan maxluq tepkilab o'ldirishadi. Maxluqni o'ldirishgach, biroz nafas rostlashayotganda yo'lovchilardan biri buning bo'ri odam ekanligini ta'kidlaydi va Keyt uning qo'lidagi uzukni ko'rib qoladi. Qolganlar oldin oddiy odam bo'lgan bu maxluq bilan nima sodir bo'lganligini bila olmay turishgan vaqtda Matthew mutatsiyaning sababi tishlanish bo'lishi mumkinligini aytadi va shu onda kampir tipirchilashni boshlaydi. Ko'p o'tmasdan qariya kunduz amaki ertaklarni boshlaydi va bir necha yil oldin poyezdlardan biri xuddi shu o'rmonda avariyaga uchraganligini va qutqaruv guruhi yetib kelgach, qutqaradigan odamning o'zi qolmaganligini ko'rganliklarini aytadi. Yo'lovchilarning tanasi burdalab tashlangan edi, biroq hech kim buni qaysi hayvon qilganligini aniqlay olmagandi. Endi esa o'sha tunda nima sodir bo'lganligi ularga ma'lum bo'ldi. Shu paytda ular o'ldirdik deb o'ylagan maxluq o'rnidan turib uvillashni boshlaydi va qo'liga o't o'chirgich olgan Jo uning basharasini majag'lab qiyma qo'radi. Ammo muammo shu bilan tugamaydi. Uning yordam so'rab uvillagan ovoziga bo'ri odamlar talpasi yetib kelishgandi. Yetmaganiga kampir ham ulardan biriga aylanishni boshlaydi. Tirik qolishni istagan Adrian uni o'ldirmoqchi bo'ladi, biroq tabiiyki qariya xotinsiz qolishni istamasdi. Qolganlar ham uni kampirdan uzoqlashtirishadi, biroq uning qarori qat'iy edi va endi uni o'ldirib qolganlarni qutqaray deganida geroyni yoqqan Jo uni hushidan ketkizib bog'lab qo'yishni buyuradi. Bundan so'ng poyezdni yurgizish uchun yoqilg'i oqayotgan joyni yamashga jo'naydi va guruhlarga bo'linib olishadi. Billy yoqilg'ini qaytarishgach, Ellenga nima qilish kerakligini tushuntiradi. Tashqariga chiqqan Billy va Matthewlar yoqilg'i oqayotgan joyni topishga urinishadi va uni topishgach, Billy ishga kirishadi. Ayni damda kampirning ahvoli yomonlashadi. Keyt shifoxonaga yetib borishlari bilan uni davolashlarini ta'kidlaydi, ammo Adrian kech bo'lmasdan uni o'ldirish kerakligini aytadi. Billy shlankalarni yamayotgan vaqtda yordam tovushini eshitgan Matthew ovoz kelgan tomonga yura boshlaydi. Biroz yurgan ko'zoynak boya o'ldi deb o'ylashgan yo'lovchi qiz hali ham tirikligini va uni bo'ri odam g'ajiyotganligini ko'radi va dahshat bilan ortiga qocharkan, poyezdga yetishga ulgurmasdan qolgan maxluqlarning panjalarida halok bo'ladi. Qolganlar nima sodir bo'lganligini tushunishadi va kampir bo'ri odamlarning uvillashini eshitishi bilan quturishni boshlaydi. Ayni damda Billy nosozlikni bartaraf qiladi va Jo va Ellenlar poyezdni yurgizishga shaylanishadi. Biroq bo'ri odamlar Billyni o'rab olishadi. Oldida maxluq turganligini ko'rgan Ellen qo'rqqanidan Billyga ham tupurib qo'yib poyezdni yurgizib yuboradi. Poyezd yurishni boshlashi bilan kampir nihoyat maxluqqa aylanishga ulguradi. Bu yoq biznes ekanligini tushungan Keyt Adrianni ozod qiladi. Ammo kampir uchun Adrian chipuxa bo'lib qolgan edi va Keytni ham tovoqlarga padarka qilib yuboradi. Adrian temir bilan kampirga solib qoladi, ammo bu majnun qariyaga yoqmaydi va oxir oqibat Laylisining qo'llarida o'lim topadi. Billy tasodifan shlankani yana uzib yuboradi va poyezd harakatdan to'xtaydi. Nimadir netoligini sezgan Jo kabinadan chiqadi va kampir Adrianni o'ldirmasdan oldin o'zini asfalasofiniga jo'natadi. Biroq maxluqlar poyezdga chiqib olishga ulgurishadi va qolganlar vagonlardan birida berkinishadi. Jahli chiqqan Adrian Joni ham Ellenni ham ayab o'tirmasdan kaltaklab ketadi. Orada janjal iski boshlanadi va Ellen o'tkir temir bilan Adrianga tahdid qilib, qisib o'tirishni buyuradi. Ayyorlik qilgan erkak esa sheriklarining yo'lini to'sib, poyezd kalitlarini o'g'irlab o'rmonga qochib ketadi.
Maxluqlar Jo va Ellenlarni o'rab olishganda qo'lida olov bilan paydo bo'lgan Billy ularni quvib soladi. Billydan lom olgan Jo eshiklarni ochadi, biroq endi qochdim deganida Billyni maxluqlardan biri achomlab olib ketadi. Jo va Ellenlar oyoqlarini qo'llariga olib o'rmon bo'ylab qocha boshlashadi. Biroq maxluqlar ham anchagina chaqqon edilar va Jo omon qolishlari imkonsiz ekanligini aytadi. Sevgilisidan ilk va so'nggi bor bo'sa olgan yigit uning omon qolishi uchun o'zini qurbon qiladi. Ellen tirik qolgan bo'lsa-da, muhabbatidan ayrilganligidan siqilib qochayotgan bir paytda Jo jonini jabborga berib maxluqlar bilan kurashar edi, biroq ularga kuchi yetmaydi. Ayni damda navbatdagi stansiyagacha yetib kela olgan Ellen Joning ismi yozilgan tablichkani ko'rsatadi. Bu vaqtda omon qoldim deb o'ylagan Adrian o'zi ham maxluqqa aylangan Joga duch keladi va tamom bo'lganligini tushunadi. Adrianni yugurgani Joning oshqozonigacha bo'ldi. Tamom.